to'xtadi. Svetlari ikki xil bo'lar ekan, o'zgarar ekan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube kanali ishqibozlari. Bugun sizlar bilan svetli ventilyator haqida gaplashamiz. Bu O'zbekistonda yangilik. Juda manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Buni yoqish jarayonlari, xususiyatlari va narxlari haqida gapirib, batafsil sizlarga ma'lumot beramiz. Ukam hormang. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Nimalar boshlab qo'ydingiz? Bu yangilik bor do'konga deb aytib qoldingiz. Ham arzon variantda ham lampochka, ham ventilyator. Ventilyator. Buni xususiyatlari katta patron bo'ladi. Ovozsiz, shumsiz bo'ladi. Shumsiz bo'ladi, ha? Keyin kelgan buni 3 tali, 4 tali, 5 tali qilib parrayni qo'ysa bo'ladi. Undan keyin taymerga qo'ysangiz bo'ladi. Misol 2 soatdan 4 soatgacha vaqtga qo'yib turib, misol 2 soatga qo'yib qo'ysangiz, ventilyator 2 soat aylanadi-ku, 2 soatdan keyin o'chadi. O'chib qoladi. Shuni 4 soatgacha qilsa bo'ladi. 4 soatgacha qilsa ham bo'ladi. 4 soatgacha qilsa ham bo'ladi. Hozir buni ochib terish jarayonini ko'rsatib beramiz. Hop. Parraylari. Parraylari. Aha. Mana yonib qo'ygan parraylari bor ekan. Buni o'zlari ham olib bemalol, undan so'ng bo'laverar ekan, o'zgartirib maqsad lampochkasi. Lampochkasi. Hop, pulti. Pulti bor ekan, buni. Pultda boshqarib qo'yilaverar ekan-da, bo'lmasa. O'zi qo'llanmasi ham bor ekan. Qo'llanmasini o'qitib ko'raylik-chi. Mana pultlarda qana boshqarish, ichlarida qo'llanmalarida ko'rsatib berilgan ekan. Xudo xolasa video davomida o'zimizdan ko'rsatib aytib o'tib beramiz. Xo'p, terish jarayoni juda ham oson ekan. Mana men endi birinchi marta beryapman buni. Qo'llanmasdan ko'rdingiz, tig'li bo'lar ekan. Tig'li bo'ladi, shuni joylashtirib ketsa bo'laveradi ekan. Keyin yana qaytarib sug'urishda imkoniyati bormi-ekan? Bor. Noto'g'ri qilib qo'yishi mumkin, teskari qilib qo'yishi mumkin mana. Teskari qilib qo'ying. Teskari holatda kirmasa kerak menimcha o'zi-yu, lekin misol kimdir 3 talik qilib oladi, kimdir 4 talik, kimdir 5 talik. O'zi 5 tagacha ekan. To'liq qo'yib ko'ramiz hozir buni. Bir qo'yib chiqarib berilyapti. Buni asosan o'sha so'rili joylarga yozgi kunida barhavo qilib turadigan aylantiradi. Joylar, qisqa joylarga ham yaxshi aytar ekan, xonani nimalarga, spaniyalarga qo'ysa. Misol hozir buni yoqib ko'rsatib beramiz. Hop, razvedkamiz mana shu atrofda bo'lsa, salom yurib boramiz. Obunachilar ko'rsatib sizlarga ochib beramiz. Vaziyat holatiga suqlar ekan, ko'rib turibsizlar. Hop, buni sveti ikki xil yonar ekan, buni sveti. Tiladi. Shaxada ham beraverar ekan. Tegib ketib qoldi, o'shani hisobiga. O'sha svetni o'zgartirib, yorug' qilib yuborsa ham bo'lar ekan. Hop, 3 xil ko'rinish ekan, o'zi svetning yorug'ligi. 3 xil ko'rinishda berar ekan, mana ko'rib turibsizlar. Aynalish territoriyasi ham qisqarar ekan. Mo'tadil qilib qo'ysa ham bo'lar ekan, hozir. Minimal sekin aylanadigan holat. Sekin aylanadigan holatda. Sekin aylanadigan minimal holati. Mo'tadil holati. Maksimal holati. Yaxshi. Bu svetlari o'zgaryapti, ko'rib turibsizlar. 3 xil yonar ekan. Endi hozir pultdan buni o'chirib turib, pultdan qana boshqarishni ko'rsatib bersiz, mana
pultini bunday ko'rsatib bir qator. Hozir nol holatda o'chdi. Ha. Pultini bosib mana. Pultdan yoqish tezamiz. Yo bo'lmasa bu chirog'ini o'zi. Chirog'ini Chirog'ni o'zi o'chib yonyapti. o'chib yonar ekan. Mana M harfi bor. M harfini essalaring, svetini rangi o'zgaradi. Ko'rsataylik. Ha. M harfini esa pult o'zgarar ekan. Svetini rangi o'zgaraveradi, Yarqilashib, pasayib, Xo'p, bu yerda nachnoyi, tungi holatda tungi holatda yondi lampochkasi. tungi holat yo'q qo'ysa ham Ha, bo'lar ekan. tungi holatda boshqa tomon nimani tungi holatga o'tdi. Tungi holat. Endi mana nimani Ko'z og'ritmaydigan holat ekan bu. budilnik hisobida bu. Misol 2 soat aylanadi, 2 soat ezib qo'ysangiz, 2 soatdan keyin ventilyator o'chadi. 4 soatlik ezib qo'ysangiz, 4 soatdan keyin o'chadi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bu ventilyator eng minimal holatdagi aylanishi. Mana o'rta aylanishi mana. Mana bu o'rta aylanishi. Mana o'zi alohida qilib ko'rsatib qo'yilgan ekan. Mana pultlarni ko'rib turibsizlar mana. Mana bu eng maksimal holatdagi aylanishi. Mana maksimal holatda aylanishlarni ko'rsatib qo'ygan ekan. Bu yerdan u nimasini svet yarqisini pasaytirib ushlashsa ham bo'ladi. Ha, pasaytirsa ham bo'lar ekan. Ha, shunaqa. Bu teva pastdagisi ventilyatorniki, bunisi chirog'iniki. Chirog'iniki. Bunda lampochkani o'zini o'chirib yoqish. O'chirib qo'ysa ventilyatorda o'zi yonadi. Misol ana holatda bo'lsa, ventilyator svetni o'zi o'chib yonyapti. Bunda ventilyatorning parrayini o'zi o'chib yonadi. Juda zo'r. Eng qiziq tarafi endi sotuvda misol so'rab qolishsa, necha pul deymiz endi? Narxlarni aytib o'tsangiz bir qator. Kelishsa 150 minggacha qilib beramiz. 150 minggacha qilib beramiz. Do'konda o'ziga kelsa. Misol deylik, Xorazm, misol voha taraflaridan bo'lib qoladigan bo'lsa, Vitesse pochtadan chiqarib yuboralar ekan. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Pastga telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. O'sha 150 ming so'mdan, 150 ming so'mdan bir xil. Shunaqa. O'zbekiston bo'yicha o'sha 150 ming so'mdan sotib yuborilar ekan. Yetkazib berish kelishilgan holatda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bosib, shu qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'yasizlar. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz.